Qahhorova Malikaxon Abrorbek qizi 2004-yilda Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida tug'ilgan. Muhandislik bo'yicha eng yaxshi g'oya, eng yaxshi loyiha va eng yaxshi ixtiro respublika ko'rik tanlovi va eng yaxshi g'oya yo'nalishi talaba muhandislik kategoriyasida ikkinchi o'rin g'olibasi. G'oya nomi Alpomish egzoskeleti inson harakatlarini qo'llab-quvvatlovchi va kuchaytiruvchi innovatsion qurilma. 2024-yilda yil talabasi, yilning o'z mutaxassisligi bo'yicha eng bilimdon talaba nominatsiyasi bo'yicha faxrli birinchi o'rin sohibasi. 2024-2025 o'quv yili tanlovi Navoiy nomli davlat stipendiyasi sohibasi. 2025-yilda Farg'ona davlat texnika universiteti muhandis qizlar klubi bosh koordinatori. 2025-yilda raqamli yashil tashabbuslar global yoshlar festivali doirasida bo'lib o'tgan Green Spark xalqaro yoshlar startaplari tanlovining final bosqichida ishtirok etgan. 2025-yilda Qirg'iziston Respublikasida do'stlik, tinchlik va hamkorlik yoshlar kelajagi uchun shiori ostida xalqaro festivalda faol ishtirok etgan. 2025-yilda Code Caravan 2 hackathon startaplar tanlovida 3-o'rin sohibasi. 2025-yilda Hack Unicorn va RD Camp yoshlarning startap g'oyalarini qo'llab-quvvatlovchi yozgi oromgoh faol ishtirokchisi. 2025-yilda UNDP tomonidan xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan WESP loyihasida qatnashchisi. 50 dan ortiq ilmiy ish va o'quv uslubiy ko'rsatmalar muallifi. Hozirda Farg'ona davlat texnika universiteti talabasi. 11-sentyabr 2025-yili Toshkentda bo'lib o'tgan muhandislik tanlovi aynan taqdirlash marosimida Alpomish g'oyam bilan qatnashdim. Alpomish egzoskeletlar aynan nogironligi bor insonlarni harakatlarini qo'llab-quvvatlovchi, ularga yordam beruvchi va reabilitatsiya jarayonini tezlashtiruvchi egzoskeletlar bo'lib, nafaqat nogironligi bor shaxslar uchun, balki-da sanoat korxonalar ishchilari, shu bilan birgalikda harbiy soha vakillari uchun ham tayanch vazifasini bajaruvchi, ularning ish unumdorligini oshirish va chidamliligini oshirib beruvchi egzoskeletlar. Tanlov juda ham ajoyib o'tdi. Bunaqa katta tanlovda birinchi marta qatnashganligim uchun albatta hayajon bo'ldi, lekin o'zimga bo'lgan ishonchim aynan ushbu tanlovda yutishimga sabab bo'ldi. Ushbu tanlovda ko'plab tengdoshlarim bilan, ularning loyihalari bilan tanishib chiqdim. O'zim uchun aynan respublikamizda bunday katta innovatorlar, bunday katta muhandislar borligidan rostdan aytsam hayratlandim. Tanlovgacha bo'lgan yo'l juda ham mashaqqatli bo'ldi. Buni aynan zaminida mehnat yotibdi. Aynan birinchi bo'lib ushbu yo'nalishga kirib kelishimdan aynan ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, ilmiy tadqiqotlar ustida ishlash yo'nalishiga kirib kelishimda ustozlarim sababchi. Chunki ilmiy rahbarim Shokira Yulduz Haydaliyevna, Xonkildiyeva Go'zal Sherovna shular orqali ushbu aynan ilmiy tadqiqotlar izlanishlarini boshladim, maqolalar yozishni boshladim, o'z ustimda ishlashni boshladim. Aynan ilmiy bo'lim tomonidan turli tanlovlarda qatnashish takliflari bo'ldi. Ushbu tanlovlarda qatnashib, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni oldik va aynan muhandislik tanloviga bo'lgan tayyorgarlik juda ham mashaqqatli bo'ldi. Tanlovning talablariga moslab ariza yuborish birinchi bosqich bo'lgan bo'lsa, birinchi bosqichdan o'tganimdan so'ng ikkinchi bosqich, ya'ni taqdimot jarayoni bo'ldi. Biz Toshkentga borib taqdimot qilib keldik. Taqdimot ham juda ham qizg'in bo'ldi, chunki vazirimiz Qo'ng'irotboy Sharipov o'zlari bo'lishdi, o'zlari aynan yasagan loyihamni, yasagan prototipimni ko'rib, fikrlarini bildirishdi. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Aynan ularning fikrlaridan, maslahatlaridan ruhlanib, yanada ushbu prototip ustida ishlash, yanada g'oyamni shakllantirish va keyingi bosqichga olib chiqishga katta zamin bo'ldi deb ayta olaman. Muhandislik yo'nalishida Alpomish egzoskeletlari aynan g'oya yo'nalishida qatnashganim uchun passiv prototip yaratgan edik. Hozirda aktiv prototip yaratish ustidamiz. Chunki aktiv prototip aynan nafaqatgina ular nogironligi bor shaxslarni qo'llab-quvvatlaydi, balki ularga tayanch vazifasi va kuch beradi. Aynan aktiv prototip haqida fikrlarimni bildirib o'tganimda, taqdimot jarayonida Sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari o'zlari qiziqish bildirishdi, chunki ular albatta savol berishdi. Bu prototipingiz aynan klinik oldi yoki klinik keyin bosqichlardan o'tganmi? Agar o'tmagan bo'lsa, o'zimiz ko'mak beramiz. Siz bizga murojaat qilsangiz, aynan mana shu jarayonlarni ham birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin va bu siz uchun juda ham katta imkoniyat bo'ladi deb fikr bildirishdi. Hozirda shu ustida ishlab bormoqdamiz.
muhandislik tanlovida aynan ikkinchi o'rin yutib olganim sababli xorijiy stajirovka yutib oldim. Aynan xorijiy stajirovka bizga 7 ta davlatni taqdim etishdi. Ya'ni Xitoy, Koreya, Yaponiya, Rossiya, Turkiya, shu bilan birgalikda Italiya va Germaniya davlatlarini taklif etishdi va hozirda biz aynan davlatlarni tanlash jarayonidamiz. Aynan xorijiy stajirovkadan umidim katta, chunki egzoskeletlar bilamizki, O'zbekistonda rivojlanmagan bo'lsa-da, balki qo'shni davlatlarda, chet ellarda bu juda ham rivojlangan va sotuvda bor. Aynan shularning mexanizmini, ishlash prinsipini, ularning joriy etilishini o'rganmoqchiman va kelajakda Xudo xohlasa, nasib qilsa albatta, hamkorlar topib, ular bilan yanada loyiham ustida ishlab, buni kengaytirishni yo'lga qo'ymoqchiman. Prezidentimiz tomonidan aynan yurtimizda ko'plab yoshlar uchun sharoitlar, imkoniyatlar yaratilmoqda. Masalan, grantlar, har xil tanlovlar, respublika tanlovlari, chet elga chiqish imkoniyatlari, stajirovka, fikr almashish, boshqa o'zining tengdoshlari bilan kommunikatsiya qilish. Aynan shunaqa sharoitlar biz talabalar uchun, biz yoshlar uchun juda ham katta imkoniyat va biz bundan unumli foydalanib qolishimiz kerak. Va universitetimiz rektori O'ktam Rahimovich Salomovni ham aynan yosh talabalarga, innovatorlarga, muhandislarga bo'lgan e'tiborlari biz uchun aynan katta motivatsiya. Ushbu inson bilan muloqotdan so'ng o'zimda juda ham katta kuch, motivatsiya olib chiqaman va bu keyingi faoliyatimda ham o'zini ijobiy samarasini ko'rsatadi. Aynan O'zbekistonda oliygohimizda ustoz-shogird an'anasi yo'lga qo'yilgan va shu bilan birgalikda aynan o'zimni ilmiy rahbarim Shakirova Yulduz Saydaliyevna bilan ko'plab loyihalar ustida ishladik, ko'plab ilmiy izlanishlar olib bordik. Ustozim juda ham fidokorona, aynan mehribon ustoz sifatida menga katta yo'l ko'rsatib borishyapti. Ustozim bilan birgalikda ko'plab ilmiy g'oyalar ustida ishladik va bu aynan 2024-yili yil talabasi bo'lishimga, shu bilan birgalikda 2024-2025 yillarda Navoiy nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'lishimga zamin yaratdi.